Assalomu alaykum hurmatli bank mijozlari. Sizlar bilan bugun uchrashuvimiz bor ekan. Bankka nima masalada kelgansizlar? O'sha masalalarni o'rganib chiqamiz. Agar ijobiy hal bo'ladigan bo'lsa, kreditga ehtiyojlaringiz bo'lsa, skoringga o'tadigan bo'lsa, ijobiy kredit tarixiga ega bo'lsangiz, kredit ajratiladi. Plastik, valyuta va boshqa masalalar, omonat bo'yicha masalalar bo'lsa, ularni ijobiy hal qilamiz. Aka, siz nima masalada kelgansiz bankka? Bizi xususiy korxonamiz bor, xudo xolasa o'shani qurib bitkazganmiz. Bunga biz bir kredit olmoqchi edik, 300 million miqdorida. Naqd bilan o'shani eshitib keldik. Agar hujjatlarimizni topshiramiz, o'shanga mos kelsa, hamkorlikda ishlab tushunarli aka. Hozir garovlaringizni, hujjatlaringizni ko'rib chiqamiz. Agar hammasi skoringga o'tadigan bo'lsa, kreditingiz ijobiy tarixga ega bo'lsa, kredit ajratamiz. Bunda masala yo'q. Sizchi? Chorvachilik uchun. Mening mahallam kredit liniyasidan. Qaysi mahalladansiz? Tinchlik mahallasidan. Tinchlik mahallasidan. Bizga biriktirilgan hudud. Agar kreditda